Assalomu do'stlar, bugun makka qurish 2-kuni. Bugun bizning narsalarimiz band bo'lib, yo'q bo'lib ketdi, band bo'lib. Endi qaytadan surat qilib, yana narsalarni olamiz. Yostig'im bilan kiyimimni olsam bo'ldi. Yo'q bo'lib ketdi narsalarimiz, o'shaning uchun haqqingizni boshqatdan surat qilaveramiz. Yaxshiyam yostig'im bilan kiyimim bor ekan. Ular yo'q bo'lib ketmadi. Dars chopasiga yana qaytadan choparamiz tez. Shu band bo'lib yo'q bo'lib ketdi. O'zi shunaqa bo'lib endi. Ahamiyat bermasa. Yaxshi sandiq solib, sandiqda solib qo'ysa, narsalarimiz turadi o'shanda. Qilichdaga solib. Endi qilich. Keyin cho'tkada yetmadi. Judayam yasaamiz bor. Hamma narsamiz bor. Endi tosh to'lashimiz kerak. Har doimdagi eng yomon ish. Menga yoqmaydi. Tovuqlarimiz do'stlar. Tovuq yeymiz pishirib. Qatdan bo'lasam bitta joydan to'lib. Tosh qilamiz, tosh. Kim yoshday? Mana odammiz. Lekin bu men yoshdagi emas. Yuramiz. Yoshday topamasdan. Yarimta molam bor. Mol sanolaman. Bo'ldi, 3 hamma. Endi tosh qaziymiz. To'laymiz. Ana tez to'lasa yaxshi-da. Mana shu yer ichida ham o'zimizda uy qilsa yaxshi. Uy qilamiz, yashuramiz. Faqat bu yerda 2 blokda yashamaymiz, 3 blok qilamiz. Mana shunday qilib yashaymiz-da. Mana shunda yashasam hech bola qilmaydi. Kechqurun uxlamaymiz bugun do'stlar. Bugun zombilarni ushtim ko'rdim. Zombilar dushman deydi bizga. Endi vishtagimizni qo'yamiz. Yostig'imizni qo'yamiz. Bitta sandiq yasasam yaxshi edi. Men taxt yo'qmi deyman? Yo'q, taxt yo'q ekan. Endi chiqishga qaqib chiqaman. Mana shudaga loyim bor ekan. Endi chiqolamiz sekin. Dars chopasiga bo'ldi. Uyimizni kirib yashuramiz. Dars chopamiz. Ko'proq dars chopishga harakat qilish kerak. Chunki bo'lmaydi unda. Bizda narvon joyda narvonni qo'yib chiqaramiz keyin. O'shanda so'raydi. Mana shu daxlarni chopsam bo'ldi. Bu oldingi videoda ham like bosmasizlar. Bu videoda 50 ta like qilib bermadi, mayli. Bu videoda 50 ta like qilsangiz keyin chiqaradi. Buni ham bosib qo'yinglar. Bitta like ekan demasdan. Bosinglar tez. Biz narvon yasaymiz. Tez narvon yasasa yaxshi. Narvon
qo'yamiz. Ana bo'ldi, yetdi. Chiqaveramiz. Uyda chiqaveramiz. Zo'r. Bitta sandiq ham yasaymiz. Sandig'i mashq qo'ysak bo'ldi. Mana shu mening uyim bo'ladi. Vaqtinchalik yashab turamiz. Narsalarni saqlab. Pechda ham yasashimiz kerak. Pechda 1, 2, 3. 3 ta pechda bo'ldi. Bo'ldi. Mana zo'r do'stlar. Zo'r uyim. Sizlarga yoqdimi? Endi biza taxtamiz bormi? Yo'q, taxtamiz. Mayli, bitta. Mana chirkamizni tiqib qo'yamiz. Tez go'shtimiz pishsa bo'ldi. Bitta taxt qo'yamiz. Qornim ochmas hozir. So'q qo'yamiz. Hali biza arodan katta uy qurib o'zimizga makka ham quramiz hali. Do'stlar, ko'rasizlar. Tez ovqatimiz ham pishsa zo'r bo'lardi. Ana bo'ldi, tayyor zo'r. Zo'r. Olma tushdi. Dard ko'chatlar tushdi, ekib qo'yamiz. Ekamiz hech bo'lmaydi eksak. Eksak haydamay o'zimizda zo'r. To'g'rimi do'stlar? Gapinglar. Kommentda bir narsa deb yozib ketinglar. Bilmayman nima yozishni. Xohlagan narsalarni yozavering. Farqi yo'q, deydi. Endi qo'ydan o'ldirib olsak, yomg'ir yog'di. Uyimizda turamiz hozir 5 minutdan. Qo'ydan o'ldiramiz-da birinchi. Uy kiyimim ham yo'q uyda. Uyda turamiz tezda. Cho'chqani ham o'ldiraylik. Endi tushamiz sekin. So'q qo'yamiz ovqatlarimizni. Kiyimani ham. Hamma narsani solamiz. Men bilaman. Tursun bilan. Men bestaydan. O'zimda yangi narsa solsam yaxshi edi. Tosh ro'lasam yaxshi edi. Endi mashdan tosh ro'laymiz do'stlar. Tosh ro'lash uncha zerikli menga yoqmaydi. Lekin bo'ladi. Voy qumli. Joyda qum ko'pmikin. Olmay qo'yadi qumni. Voy. Xonamiz qorong'u qoldi do'stlar, endi nima qilamiz? Biz ko'proq tosh qo'lladik, labakka, qilich, taxta, bolta, tayyor. Kechqurun bo'lib uxlayman. Tez uxlayveramiz do'stlar. Endi men уже ertada video oldim. Bugün ertasi kuni video olaman. Xafa bo'lasizlarmi? Sizlardan xafa bo'lamiz. Sizlar mendan xafa bo'lasizlarmi? Yo'q. Chunki ko'p video qo'ymayman. Chunki bo'lmayapti-da vaqt o'shaning uchun. Bo'lmayapti. Endi rozi bo'lasizlar.
Uyimiz 4 yaşta. Hamma kantorlar lekin ish bor. Narxlarni ham to'lab olamiz. Tosh bizda juda ham kerak. O'zimizda oyna ham qilamiz. İşte. Ben chiqib ovlab kelaman. Yani qo'ylar ko'payib ketyapti do'stlar. Bilmayman, qo'ylar juda ham ko'p bu yerda. Mol yo'qmi deyman bu orolda. Oxirgi mollar o'ldirdi-yu. Biz mol ham qolmadi. Mollar ham qochib ketdi. Qo'rqyapman deb. Qochdan tez bo'ldi. Men uyimda turib nima qilaman? Ko'cha yurib. Ana tovuq. Tovuq ham yurdi. Tovuqlar. Sen o'tiramiz. Boshqa hayollar yo'q mana. Topib olsam lekin o'laman. Biz qotilmiz. Tushamiz ekan. Men arava topmoqchi edim. Arava olishimda doqiramiz. Men oynam bo'pti. Mana. Ikki oyna qo'ymaymizmi? Do'stlar, bugungi video tugadi. Paka 50 ta like bersa bo'ldi.